Assalomu alaykum. Islomjon Uz kanali obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qo'yish quvozlari, chorva ishqibozlar, Arashan Sori ishqibozlar. Akalar, bugun hafta kuniga 10-may, yakshanba 2026-yil biz video syomkamizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i. Ya'ni o'sha optim yarichkaladi. Tinig'ini olib kelib sotayotgan hoji akamizning xonadonlariga yetib keldik. Assalomu alaykum hoji aka. Assalomu alaykum. Obunachilar, hammalar sog' salomatmisizlar? Yaxshimisizlar? Qo'zilarni ko'ring. Bugun xalqdan arzon eksklyuziv video bo'ladi. Bu bizdagi narx ayda-bayda yo'q, o'ylab qolmasin. Bizda qo'y turmayapti o'zi. Odamlar o'zi bilib bo'ldi o'zi. Haqiqatan ko'pchilik brekmentda qo'ysam, hoji aka sotildi deyapsiz ekan. Ha, reallik. Klientlarga olib qo'ying-da 5-10 ta. Bundaqa qo'zi olib kelsangiz qayda turadi? Quloqlarni qaranglar akalar, Arashan yarichkalar. Orqani qarang. Mashalloh akalar. Sovliq bu. Sovliq. Hammasi urg'och, a? Hammasi urg'och. Akalar, mana shunaqa zo'ridan so'rayotganingizni mana maxsus siz uchun xudo xolasa olib kelib qo'yildi. Telefon qiling, tavsiya etaman akalar. Haqiqiy Arashan yarichkalardan, yoshlaridan, go'zallaridan qo'y qilaman, yirik, o'sha 90 plus qo'y bo'ladi inshaalloh degan aka-ukalarimiz shoshilamiz akalar. Soni 50 dona. 10 ta olinsa 5 kishi oladi. 2 kishi olsa 25 tadan bo'lib olinadi. Shoshilamiz aka. Bu rangda qo'y navol. Aha. To'g'risiga. Bunaqa rang qo'ydi, masalan, bozorda ham olib chiqib terib sotyapti odamlar. Omadini bersin. Bu biz Tojikistondan olib kelganmiz bu qo'ylar. Tojikistondan. Olingan videolarigacha bu. Bor, Tojikistonda sovliq qo'zilari bular. Mashalloh. Bitta. Olingan videolarigacha bu. Elitniy sovliqlar. Bir ko'rdim, otasi Arashanmi, katta birov qo'chqormidi? Voy, mashalloh. Ana shu qo'chqorda qizlari bo'lsa, akalar shoshilinglar. Haqiqatan 10 santimetrlik qo'chqorda farzandlari bular. Kimga aynaqa zo'rlari kerak bo'lsa, maza qilib qo'y olaman. 90 plus qo'yingizlar kerak deganlarga bemalol aloqa chiqinglar akalar. Xo'p, hoji aka, soni nechta? 48 ta deylik. Yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligi 3,5 oylik, 4 oylik qo'zilar. Atrofda. Lekin buni narxi akalar arzon emas. Arzon emas demang, arzon deng. Arzonmi? Arzon. Mashalloh. Yo'lida qilaverasizmi? Ha, yo'lida. O'sha o'ylayotgan narxidan ham arzon. 600-700 dollarlar yo'qmi? Yo'q, unaqa narsa umuman bo'lmaydi bizda. Mashalloh. Akalar, shoshilamiz bunaqada narxlari ham yengil kelib qolibdi o'zinashda. Ha, arzon keldi, arzon sotib sotamiz. Arashan yarichkalar. Yana olib kelishimiz kerak-da. Oborot qilish kerak bu bayda. Tez aylantiraverish kerak. Hammasi shalpon qiladi, hoji aka, standart. Qulog'iga qarab kelamiz biz. Akalar, naslda ham maza qilib qo'yib qolaman degan akalarga haqiqiy videoni jo'nating. Juda ko'pchilik obunachilarimiz so'rayotgandi. Islomjon Arashan yarichkalardan Qirg'izistonnikidan. Qirg'izistonniki emas, Tojikistonnikidan keldi. Akalar, haqiqiy mana o'sha inshaalloh 90 plus bo'ladiganlar. Xo'p, hoji aka, nech puldan mana o'zingiz chiroyli qilib. Bir joyga olishda 4,5 dan beraman. Bo'ladi ekan. 4,5 million. 4,5 milliondan bor. 10 ming ham o'tmayman. Lekin tanlab oladiganlar bo'lsa 4 million 800 5 million tanlab olaversin. Beraman 4,5 dan, ammo kamiga sotmayman. Telefon qilib jo'natib ver desa bo'ldi, sotaman. Mashalloh, akalar. O'tib bering. Maslahat qilib, unaqa gap beraman. Charchaganmiz o'zi bizga. To'g'risi gap. 4,5 million so'mmi, akalar? Bozorda ham bermaydi bunaqani. Aytdim-ku mana. Sifatga ishlaymiz. Haqiqiy zo'rini mana, puli yengili akalar. Shoshilinglar mana, zo'ri chiqdi xudo xolasa. 4,5 million so'mdan akalar, Qirg'izistonda ham mashq qo'zlar 25 ming 30 ming bo'lyapti. 4 million so'mdan o'zi yaqin bo'lyapti narxi. O'zlaring bilasizlar, rasotini boshqasini. Shoshilinglar akalar mashq qo'zlar. Xudo xolasa mana yosh o'yliklari ham sutdan chiqqan xotirjam. Svitlari kelgan, mana buni qaranglar. Haqiqatdan mashalloh. Mashq qo'zini 5 millionga bermayman mashina o'zini. O'zini. Ha, orqani qara mana. Razrez oq dumda bo'lar ekan-da kelajakda inshaalloh. 5 millionga ber. Oq quloqni bir joyga olsa 4,5 dan mana ol xalq. Akalar, shoshilinglar. Soni 48 dona. O'tgan safar ham olib kelgan ekanlar, video qilishga ham sut qilmadi. Video qilgan bo'lsak, o'zi sotib olindi Islombek, tugadi qo'zladi. Mana xudo xolasa bu safar video qilyapmiz, nasib qilib. Kimga mana qo'zi kerak bo'lsa aloqa chiqinglar. 4,5 million so'mdan arzon. Gavdalarini ham qarang, gavdalarini. Yirik polvon qo'zi ekan-a. Buni qo'ydi tushungan odam tushunadi. To'g'risi gap. Endi buni narxicha qimmat ham bo'lib qoldi. Обычный qo'ydi narxi bo'lib qoldi. O'zi 4 million 500 mingga o'zimizda qo'zlarni ham sotyapmiz. Shunday. Buni bir arzonroq ketib qoldi, shunga 4,5 dan qo'yib yubordi. 4,5 milliondan hamma yo'q. Akalar, aloqa chiqinglar. 4,5 milliondan xudo xolasa ketdi emas bir joyga. Xudo xolasa mana 48 dona. Keyingi videolarda ko'rishguncha xudo xolasa mana shunaqa Arashanlarni yoritib boraveramiz narxini. Bitta like bosib, shunaqa
ana shunday yoshlarni qidirib yurgan aka-ukalarimizga shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Mana buni qaranglar, bir qo'l o'tkazaylik qo'zlarni joniga. Bular sovliq qo'zlar, yarichka sovliqlar, qo'y qilib olaman degan aka-ukalarni qo'yib. Bo'ldi. Mana akalar ko'ringlar. Mashalloh. Haqiqiy bir qo'ra mana. Bitta joyga bitta odam olsa ham yetadi. Rangi ham brend rang. Mashalloh. Telefon qilaylik Odam aka. biladi buni. To'shlar ham yirik ekan. Telefon qilaylik aka. Bo'ynilari hammasi tullaydigan sortidan.